Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentgacha avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishni istasangiz, O'zavtotrans xizmatidan foydalaning. Xizmatlar arzon, qulay va ishonchlidir. Reyslar har kuni amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumotlarni mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Oila boshlig'ining imkoniyati cheklangan bo'lganligi tufayli hech qayerda ishlamaydi. Turmush o'rtog'i esa kichik yoshdagi farzandlari tarbiyasi bilan mashg'ul edi. Toshkent viloyati Bekobod tumanida yashovchi bir oilaning hayoti prezidentning g'amxo'rligi tufayli tubdan yaxshilanadigan bo'ldi. Prezident topshirig'iga asosan Bekobod tumanida mutasaddilarning mahalla, uyma-uy yurib o'rganishlari natijasida bu oilaga e'tibor tushdi. Oila boshlig'ining imkoniyati cheklangan bo'lib, bir oyog'i ishlamaydi. Shu sababli u og'ir mehnat bilan shug'ullana olmaydi. Uning rafiqasi ham ishsiz. Ularning kichik yoshdagi egizak farzandlari bor. Oila atrofdagilarning xayr-saxovati va moddiy yordami evaziga kun kechirishadi. Oilaning iqtisodiy-ijtimoiy sharoiti og'ir ahvolda. Ularning yordam beradigan qavm-qarindoshlari ham yo'q. Sayyor qabul vaqtida bu oilaga moddiy yordam qilishga qaror qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomidan ularga 3 million so'm yordam puli ajratiladigan bo'ldi. Shuningdek, Hasan va Husan ismli farzandlari davlat hisobidan bog'chaga joylashtiriladi. Oila boshlig'i va uning rafiqasi esa o'z imkoniyatiga mos holda ish bilan ta'minlanadi. Ularning uy-joyi mutasaddilar tomonidan to'liq ta'mirdan chiqariladigan bo'ldi. Shu tariqa yana bir oilaning jamiyatda munosib o'rin egallashiga yo'l ochildi.